Tarixning savoqlari. Avtori Erkin Sidiq. 2024-yil 6-iyun. Davomi. 3. Tarix va millat. Yer sharida terisi har xil rangli kishilardan taxminan 2 milliard odam yashaydigan bo'lib, oq tanliklardan bo'lsa 900 million odam bor. Comte Gobinyo o'zining 1853 va 1855 yillar e'lon qilgan bir asrda mundaq bir hukmni o'tirib qo'ygan. İnsan asli tüp yıldızdan o'xshamagan irq yoki o'xshamagan millatlardan tarkib topgan bo'lib, ular jismoniy tuzilishi, ro'yi qiyofati va xarakterdagi sifatlar jihatdan bir-biriga o'xshamaydi. Hamda Aryan millati tabiiy holda boshqa hamma millatlardan ustun o'rinda turadi. Uning qarashicha, muhit jihatdagi foydali sharoitlar madaniyatlashish darajasining o'sishini tushuntirib berolmaydi. Masalan, Misr va Yaqin Sharqning madaniyatlashishini vujudga keltirgan daryo o'stanglarga o'xshash foydali muhit Shimoliy Amerikadagi indianliklarda hech qanday madaniyat barpo qilib berolmagan. Tuzum qurilmalari madaniyatlashishni vujudga keltirolmaydi. Ya'ni madaniyatlashish rangarang qurilma tuzum ichida taraqqiy topgan bo'lib, bularning misoli sifatida Padişahlık tüzümüdeki Mısır bilen demokratiya tüzümüdeki Afinani tilga elish mümkün. Bir xil madaniyatning taraqqiy qilishi, muvaffaqiyatlik bo'lishi, ojizlashishi va gumron bo'lishini shuning egisi bo'lgan irqning tabiiy saposi keltirib chiqardi. Ustun o'rinda turadigan bir millatning chekinishini o millat a'zolarining o'z millatidan chatnishi va to'van o'rinda turadigan millat kishilar bilan to'y qilishga o'xshash sabablar keltirib chiqardi. Ya'ni kuchlik millat kishilari besib olgan zamindagi yerlik kishilar bilan to'y qilish orqali ojizlashib ketgan ahvollar ko'p ko'riladi. Buning misoli sifatida indianliklar bilan to'y qilmay o'zining kuchlik holatini saqlagan amerikalik va kanadaliklar bilan indianliklar bilan to'y qilib ojizlashib ketgan Latin Amerika millatlarini tilga elish mumkin. Aralashma millatlardan tug'ilgan kishilarla hamma millat bir-biri bilan qarindosh deyish orqali millatlar barobarligini tashabbus qiladi. Kuchlik millatlarning hammasi irq masalasiga nihoyat ahamiyat beradigan bo'lib, o'z millatining sirtidagi kishilar bilan to'y qilishdan saqlanadi. Yuqorida bayon qilingani Comte Gobinyoning qarashlari. 1899-yili uyini Germaniyada tutgan Angliyalik yozuvchi Houston Chamberlain 19-asrning asoslari degan asarni e'lon qilib, ijodkor irqning doirasini Aryallardan Teutonlarga taraytdi. U Aysa payg'ambar Germanlik bo'lishi mumkin deb o'ylagan hamda Aysa payg'ambar Yahudi millatidan deydiganlarni yoki bilimsiz kishilar va yoki samimiyatsiz kishilar deb hisoblagan. Boshqa ko'p sondagi dangliq arboblarmi Germanliklarni hozirgi zamon odamlari ichidagi eng ulug' millat deb jakarlagan. Adolf Hitlermi mushundaq tushuncha asosida Germanliklarni, Yahudilarni butunlay qirib tugitib, butun Yevropani bo'ysundirish nishoniga boshlagan. Madison Grant ismli amerikalik yozuvchi o'zining 1916-yil e'lon qilgan Bir ulug' millatning o'tib ketishi nomli asarda madaniyatlashish tarixining barliq qutuqlarini Aryanliklar ichidagi Nordiks degan bir qavm vujudga keltirgan deb jakarladi. Shundaqla tarixda bo'lib o'tgan kuchlik irq kishilarining ko'p zaminlarni egilib olish voqealarining hammasida Nordik irqi kishilarining bevosita yoki vositalik to'pisi borligini o'tirib qo'ydi. Uning qarashicha, Nordik irqidan bo'lgan Varangiyallar Rossiyani bo'ysundirib, uningga 1917-yilgacha hukmronlik qilgan. Hamda Nordik irqidan bo'lgan inglizlar Amerika va Avstraliyani mustamlika qilib, Hindistonni bo'ysundirib, Osiyodagi asosliq portlarning hammasiga o'zlarining qorovullarini yasab chiqqan. Grantning qarashicha, Nordik qavmi bizning davrimizga kelganda o'zining hukmronlik o'rnidan voz kechgan. Yuqorqidek ilg'or millat nazariyasining ojizliklarini bayqash ancha tas emas. Masalan, Xitoy ziyolilari milodidan burungi 2000-yildan bugungacha bo'lgan uzun tarixiy davrlar ichida o'z millatidan ko'plagan siyosiyon, kashfiyotchi, artist, shoir, olim,
paylasop va danishmanlar chiqqanligini so'zlaydi. Meksikalik ziyolilar Kolumbiya davrida burunqi Amerika qit'asida Mayan, Aztek va Inkan madaniyatlarining dаңлıq binalarini tilga oladi. Hindistonlik ziyolilar bir tarafdan Aysa payg'ambar davridan 1600 yil burunqi bir vaqtlarda Aryan irqiga tava kishilarning Shimoliy Hindistonga tajovuz qilib kirganligini e'tirof qilsa, yana bir tarafdan Janubiy Hindistondagi qartallik Divardik irqidan mashhur binokorlar va shoirlar chiqqanligini, Hindistonliklar yasıgan Madras, Madora va Trinchinpoli butxonlari dunyodagi eng mashhur binolarning bir qismi ekanligini ilgari suradi. Tarix bilan inson terisining rangi o'rtasida biror bog'lanish mavjud emas bo'lib, terisining rangi har xil bo'lgan kishilarning hammasi foydali muhit ichida yoki yangi madaniyatni vujudga keltira oladi. Millat nazariyasini faqat aqtalliklarga ishlatgan taqdirdimi bir qism qiyinchiliklar tug'iladi. Semitlar, ya'ni Yahudi arablar o'zlarining Babiloniya va islom qatorliq ko'plagan madaniyatlarning yaratquchisi ekanligini ta'kidlaydi. Yahudilar Injil va Xristian dinini Yevropaga bergan. Ilova: "Men kitobning mushu yerdagi bir muhim jumlani qisqartib etdim. Qiziqadigan o'qirmanlarga u jumlani aslidagi kitobdan o'qib olishini tavsiya qilaman." Musulmonlarmi tarixda o'zlaridan yetishib chiqqan dаңlıq hukmdorlar, artistlar, shoirlar, olimlar va faylasuflarni tizib chiqalaydi. G'arbiy Yevropa 565 dan 1095 yillari bir qorong'i davrni o'z beshidan o'tkazayotganda, musulmonlar aqtalliklarning Bag'doddan tortib Kordovaga bo'lgan ko'plagan zaminlarni bo'ysundirib, ularni yangicha madaniyat tusiga kirgizganligini so'zlayalaydi. Misr, Gretsiya va Rimning qadimki madaniyatlarining yildizi sharqda bo'lib, ularni jo'grafiyalik fursatlar hamda iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotlar vujudga keltirgan. Ularni hargizmi biror millat barpo qilgan emas. Menga bilan yuz shaklining yoki menga bilan odam ig'irligining munosabatini o'lchash orqali madaniyatni millatga bog'lashga urinish quruq ovorchilikdan boshqa narsa emas. Afrikadagi qartalliklarning ulug' madaniyatlarni vujudga keltirolmaganligi ehtimol havo klimati va jo'grafiyalik shart-sharoitning yo'l qo'ymaganligi sababidan bo'lib, ularning o'rnida aqtalliklar bo'lgan bo'lsa-mu, o'xshash natija kelib chiqqan bo'ladi. Minglagan ijtimoiy to'salg'ilarning mavjud bo'lib turishiga qaramay, yaqinqi 100 yildak vaqtning mobaynida Amerikadagi ko'plagan qartalliklar har xil kasblarda, san'atda va adabiyotda yuqori o'rinlarga chiqdi. Millatning tarixda o'ynagan rol haqidagi ko'zqarashlar nihoyatda tuvan saviyadagi tushunchalardan boshqa narsa emas. Tarixda o'xshamagan inson to'plari o'xshamagan yo'nalishlardan bir joyga kelib, qonlarini, an'anasini va turmush odatlarini bir-birininki bilan yoki shu yerdagi yerlik xalqninki bilan aralashtirgan. Bu xuddi tug'ib ko'payish jarayonida ikki inson to'pining gillari jinsiy munosabat orqali o'zaro aralashib ketganga o'xshash. O'xshamagan irqlarning mushundoq aralashib ketishi asrlar jarayonida yangi inson nasli yoki yangi millatni vujudga keltirdi. Bundaq yangi millat o'ziga xos yangi madaniyatni, ya'ni yangi chiroy shakli, yangi xarakter, yangi til, yangi adabiyot, yangi din, yangi axloq va yangi san'atlarni barpo qiladi. Millat madaniyatni vujudga keltirmasdan, madaniyat millatni vujudga keltirdi. Angliyaliklar ko'chib borgan yerlarining hammasiga o'zining an'anasini billa opirib, yangi makonida o'zining burunqi an'anaviy kiyimlarini kiysa, ular ashu yangi yerda yangi madaniyat paydo qilgan bo'lmaydi. Balki ular yangi makonda ro'yiga qaraganda an'anasini mukammalroq saqlagan bo'ladi. Vaqtning o'tishi bilan an'anadagi ashundaq farqlar muhitning ta'siriga yo'l berdi. Issiq Balvog'da bir qancha avlod yashagandan keyin shimoldagi millatlar o'zlarida janubdagi millatlarning xarakterini yetildirdi. Shimolga ko'chib borgan janubliklarning navrlari bo'lsa, shimolning muhitiga ko'nidi.
Мушындaq bir нуқтадан қарғанда, Америкалықларның мәдениеті hazırmı millatlarning aralashışı basqıchida turayotgan bo'ladi. 1700 yildan 1848 yilgacha bo'lgan araliqda Amerikaning hozirgi Florida shtatining shimolida asosan Angola, Saksonlar yashagan bo'lib, ularning adabiyoti kona Angliyaliklar adabiyotining yangi Angliya tuprog'iga ko'chib kelgan nusxasi sifatida mavjud bo'ldi. 1848 yildan keyin Amerikaning ishigi hamma aqtalliklarga ichivitildi. Shuning bilan bir millatning shalg'utlashishining yangi to'lqini boshlandi. Bu shalg'utlashish jarayoni buningdan keyingi bir qancha asrgacha davom qiladi. Mushundaq aralashishdan bir yangi millat vujudga kelganda, Amerikaning o'z oldiga bir ayrim tili, ayrim yerlik adabiyoti va ayrim san'ati vujudga kelishi mumkin. Bu xil natijaning bir qism alomatlarini hozirmi ko'rgili bo'ladi. Millatni yuqori tovan darajaga ayiradigan kishilar irqning kelib chiqish manbalariga nihoyat ahamiyat berdi. Ammo asosiy jihatdan ularning o'zimi qabul qilgan til, kiyim-kechak, urf-odat, axloq va din qatorliq madaniyatlarning mahsuli. Undaq kishilarni keng ko'lamlik ma'rif tarbiyasidan boshqa narsa davolay olmaydi. Tarixiy bilimler bizga shuni bildirdiki, madaniyatlashish ko'p xil millatlarning hamkorlashidan kelib chiqqan bo'lib, uning asosan hamma millat to'p qo'shgan. Madaniyat hamma millatning mirosi va shafoati bo'lib, madaniyatlashgan insonlarning ruhining qandoqligi o'zidan boshqa o'rni yuqori yoki o'rni tuvan har bir insonga qilgan muomalasidan namoyon bo'ladi. Davomi bor.